Bu hovlimiz 3-4 kunga qolmay sotilib ketsa kerak. Chunki narxi zo'r, yanada o'tib beradigan joylari bor ekan. 4 sotuvli 5 ta xonadan iborat bo'lgan chiroyli xonadon. Kirib bemalol mazza qilib yashashga sharoitlari, yangi remontlari qilib qo'yilgan. Hurmatli mijozlar, 140 kvadrat metrli bu xonadonimiz Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan bo'lib, mazza qilib oilangiz bilan yashash uchun sharoitlari qilingan. Narxi bo'lsa sizni hayron qoldira oladi. Musaffo mahallasi Bektemir postidan o'tganda o'ng tomondagi mahallada joylashgan. Kattagina hovlilari, zeleniy zonalari, mana shunday besetkalarigacha qilingan. Havas qilganlar bormi? Bitta videoga like bosib qo'yinglar. Binochiga kirishimiz bilan mana shunaqa koridor qismimiz bizni kutib oladi. Hovliga qaragan oynalari qilingan va har bir xonaga mana shu koridor orqali o'tiladi. Chap tomondagi birinchi xonani mehmonxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Skromniy remont, ko'chaga qaragan oynalar qilingan, kattagina razmerlarga ega, bemalol mazza qilib oila davrasida, qarindosh urug'lar davrasida o'tirsanglar bo'ladi. Bu tomonda yotoqxonalarimiz qilingan, farzandinglar uchun yotoqxona qilib bersanglar bo'ladi. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi va ko'chaga qaragan oynalari qilingan ekan. Bu mahallada boshqa yangi qurilgan hovlilarni ham reklama qilganmiz. Ko'rdinglarmi derazadan? Hurmatli mijozlar, bu yerda umumiy sanuzellarni ko'rishingiz mumkin. Sharoitlari juda ham zo'r. Egalar tomonidan reklama qilyapmiz. Eng zo'r shundaki, egalarga telefon qilsanglar 1-2 so'mga qaramay narxlarni cho'tchi qilib berishadi. To'g'ridan-to'g'ri hech qanaqa realtorlar bo'lmaydi. Bu tomonda oshxonamiz qilingan ekan. Bu yerda choy ichib o'tiradigan alohida o'zining xonasi ham bor. Hovlisiga qaragan kattagina oynalari, ya'ni yorug'gina, chiroyligina xonalari. Bu yerda ham sanuzellari bor ekan. Sanuzelga hovlidan alohida eshiklari ham qilingan. Ichkarida bo'lsa, 2 xil unitazlari bilan, bu yerda dushlari bilan kattagina hojatxonalari bor ekan. Hurmatli mijozlar, endi oshxonasiga qaytganimizda o'ng tomonda bitta yotoqxonani ham ko'rishingiz mumkin. Buni ham hovlisiga qaragan oynalari bor. Uyimiz 117 mingga baholanyapti. Arsa plus arzimasa minus qoldiringlar.